Assalomu alaykum kichik do'stlar. Yaxshi turdinglarmi? Hikoya anglag'inglar bormi? Bugun Chashqanchoqning tunji bahor fasli degan hikoyani birlikda anglab boqamdiq. Qani, undaqda hikoyamizni boshlaylik. Bahor faslining shamolliq bir kuni kichik Chashqanchoq opasi bilan sirtqa o'ynag'ili chiqibdi. Kichik Chashqanchoq yop-yeshil o't-cho'plar orasida to'liq chiroyli bir narsani ko'rib qopdi. Hamda bu nimadu deb hayron bo'pti. Kichik Chashqanchoqning opasi u narsani ko'rsatib turib, "Qara balam, bu kepinak" debdi. Ush qilib chiqqan mayin shamol bilan tang bu kepinak o't-cho'plikdan ko'tarilib, uchib ketib qopdi. Әмді kichik Chashqanchoq yerga tushib qolgan bir yop-yeshil yupurmoqning ostida turgan shilimshiq bir narsani ko'rib qopdi. Hamda bu nimadu deb to'liq hayron bo'pti. Apsi u narsani ko'rsatib, "Qara balam, bu degan qulula" debdi. Ush qilib chiqqan mayin shamol bilan tang qulula qipining ichiga yushirinibdi. Әмді bir shoxning ustida kichik Chashqanchoq jumron paylik do'g'loqqina bir narsani ko'rib qopdi. Hamda bu nimadu deb hayron bo'pti. Kichik Chashqanchoqning opasi u narsani ko'rsatib turib, "Qara balam, bu degan qush" debdi. Vush qilib chiqqan shamol bilan tang bu do'g'loqqina qushqoch purridi qilib uchib ketibdi. Ko'l bo'yida kichik Chashqanchoq yop-yeshil kur qilgan bir narsani ko'rib qopdi. Hamda bu nimadu endi deb hayron bo'pti. Kichik Chashqanchoqning opasi u narsani ko'rsatib turib, "Qara balam, bu degan paqa" debdi. Vush qilib chiqqan mayin shamol bilan tang paqa kur qilganicha bir sakrabla cho'ltong qilib suvga sho'ng'ibdi. Әмді yumron tuproq ustida kichik Chashqanchoq chechak ranglik inchik uzun bir narsani ko'rib qopdi. Hamda bu nimadu deb hayron bo'pti. Kichik Chashqanchoqning opasi u narsani ko'rsatib turib, "Qara balam, bu degan sazang" debdi. Ush qilib chiqqan mayin shamol bilan tang sazang o'milab ketib qopdi. Әмді kichik Chashqanchoq uzun g'o'lning uchida turib, mizilik puroq chechib turgan bir narsani ko'rib qopdi. Hamda bu nimadu endi deb o'ylabdi. Kichik Chashqanchoqning opasi bo'lsa, "Qara balam, bu degan gul" debdi. Vish qilib chiqqan mayin shamolda gul tavrab ketibdi. Gulning g'o'liga yomishib turgan kichik Chashqanchoq yiqilib tushibdi. Qo'rqitib ko'zini ching yumib olgan kichik Chashqanchoq hech bir og'riq his qilmasdan, balki yumshoq, illiq, intayin yiqimliq bir sezimni his qilibdi. Hamda bu nimadu deb hayron bo'pti. Tatliq suyish, ching mehrli quchoqlashdan huzurlangan kichik Chashqanchoq shunda xo'shal kulimsirabdi. Kichik Chashqanchoqning opasi umoq chashqanchig'ini bag'riga ching bosgan holda, "Bu men balam" debdi. Shunda qilib illiq bahor va onasining illiq mehridan huzurlangan kichik Chashqanchoq shunda xo'shal bo'libdi. Qandaq kichik do'stlar? Bu hikoya yaxshimikan? Sizlar turayotgan joyda hozir qaysi faslda? Agar bahor fasli bo'lsa, sirtlar o'ynag'ili chiqqanda atroflarga zangsilib qarab beqinglarjimi? Qandaq yangi bayqashlarni bayqaysizlarkin?
Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Keyingi qatimliq hikoyalarimizni ko'rishayli. Allohga omonat.